Prям katta xotin izlab kelamiz. Katta semiz xotin chiqadi. Dildor opa deydi. Men desam, hayotda kichkina ekansiz, juda ham samimiy ekansiz deb qolishadi. Nimaga biz sizlar orqalaringizdan taniymiz-ku? Men haqqim yo'q bunaqa zvezditsiya qilishga. Yaqinda viloyatdan bitta patsientkam keldi. Sodda o'zi qishloqda xotini va yaxshi gaplashib, yoniga o'tirib, hazil bu kuni bilan ishda o'tiraman. Men esim bilibmanki, kafe, restoran kamda, faqat 24 soat tabiat ishxonada o'tirganingizdan keyin shuda endi biz ermak qiladigan joyimiz, hazil huzul, ya'ni kun o'tadigan bu ikkinchi uyim. Birinchi uyim desam ham bo'ladi. Keldida, voy anaqa shogirdingizga boruvdim. Bunaqa qilib katta bilan o'tiribdi, yaqinlashib bo'lmaydi sizni shogirdingizga. Ustozim desa sizni deydi, doim xavotirlanganman. Shogirdim bunaqa bo'lsa, ustoziga yaqinlashib bo'lmasa kerak. Siz haqingizda boshqacha tushunchaga ega edim. Nimaga desam, bir qanaqadir недоступный inson edingiz deydi. Qanaqa ekan bo'lsa, boshqa hayotda boshqacha ekansiz. Men har bitta insonga doim harakat qilaman. Bir xil muomalada bo'lishga, u puli bor, statusi bor, boshqasi bor, men uchun hammasi bir xil. Hayot ham o'zi tarbiyalab qo'ygan. Shuning uchun zvezditsiya qilish, kapriznичать. Видимо, может, поэтому hamma esimimni xohlagancha meni olib ketaveradi, bunaqa qilib. Keyin semiz chiqib qolsam kerak, o'xshamas.